O'zimizni logindan maktabga kirganimizdan keyin login parolimizdan mana bu joyiga bossak, mana bu ochiladi. Ko'rdinglar mana. Tamina va S deb yozilgan. Mana o'quvchi. Shu joyga ota-onaniki ham xuddi shu yerda bo'ladi, o'qituvchilarniki ham shu yerda bo'ladi. Shu joy bosganimizdan keyin mana bunaqa oyna chiqadi. Sozlamalar bo'limidan sozlamaga o'tamiz. Mana sozlamalar bo'limi ochildi. Mana shu joyda mana profil, maxfiylik, xavfsizlik deganiga o'tamiz. Mana xavfsizlik. Mana shu xavfsizlik degan joyda uyali telefon turibdi. Mana shu uyali telefonda o'zini nomeri bo'lishi kerak. Mana shu joyini o'zgartirish kerak. Shu yerga agar notanish nomer bo'lsa, o'zini nomerini yozadi. O'zini nomerini yozadi-da. Va mana bu joriy parol degan joydan qolgan hammasi o'zini joyida turaveradi. O'zini nomerini yozib, mana bu joriy parol degan joyga shu kundalik.comga kiradigan parolini yozib saqlashni bosadi. Ana o'shanda sizga SMS oynasi ochiladi. SMS oynasidan xuddi aktivlashtiradigan aytadi, nomer yozing, qaysi nomer yozmoqchisiz deydi. Shu yerga yozgan nomeringizni yozasiz, aktivlashtirasiz va SMS kod beradi. O'sha kodni terganingizdan keyin yana xuddi shu oyna ochiladi-da, mana shunaqa qilib shu nomer o'zgartiriladi. Mana shu nomer o'zgartiriladi. Mana shu joydan nomerini o'zgartirish kerak. Har bitta o'quvchi, har bitta ota-ona shu nomerini o'zgartirib, aktivlashtirib qo'yish kerak. Ertaga mening maktabim o'sha Open Budget ikkinchi loyihasi ochiladi. O'sha loyiha bo'yicha hammaga SMS kelishi uchun hamma o'zini haqiqiy shu SMS keladigan nomerini aktivlashtirishi kerak.